Assalomu alaykum azizlar. Mana metrovka atir gullarimiz, mana gollandskiy gullar bular. Shunaqa bo'ladi. Oq sariq bo'lib aralash bo'ladi bular. Mana bu yerda qizillaridan bor. Shunaqa holatda bo'ladi qizillari ham. Gollandskiy bular mana qattiq bo'ladi. Mana bu yerda och pushtilaridan bor. Och pushtilari shunaqa holatda bo'ladi bular ham. Gollandskiy atir gullar ulangan bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu yerda sarig'i bor. Sariqlari mana chiroyli ochilgan. Bular ham zich bo'lib ochiladi. Och pushtilari ochildi bular ham hammasi. Bu yerda qora qizillaridan bor mana. Qora qizillar. Bu ham shunaqa ulangan. Guli katta-kattalardan. Bular ham metrovka. Shunaqa ranglari ham bor mana. Kimga bu gullarimizdan kerak bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qo'yib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. May, iyun, iyul oylarida eksalayni ham bo'ladi. Bularni paqirchalarga ekib qo'yganmiz. Dastavkalarni qilib beramiz. Shunaqa chiroyli bo'lib, ko'chalarga ekilgan bu. Klientimizning eshitaklariga ekilgan. Uzun qilib ekilgan. Videoga like bosib qo'yasizlar, yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerga zakaz qilaverasizlar.